Oshib beryapti, garoqda. Qo'rqmasdan. Paketingiz bor. Bugungilarga aytsamiz azizlar, Qo'qondagi Charxiy ko'prik juda ham qadimiy joy. Bu joy Marg'ilondagi o'ramlarga o'xshab, erta bilangi nonushta uchun go'shtlar, no'xat cho'raklar qilinadi. Bitta obzorni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Ketdik. Qaranglar, tuyoqlar qaynab turibdi. Issiq. O'zi tuyoq go'shti, paylar juda ham darmondori, odamga juda ham foydali bo'ladi. Yana kommentariyada yozib ketinglar. Yana sizlar bilganchalik men gapiryapmanmi yo'qmi? Qo'y tillari mana. Assalomu alaykum Hormay aka. Tuyoqlar nech puldan ekan? 120 so'm. Ha. Bu qo'y tillari-chi? Qo'y tillimiz 25 ming donasi. Donasi 25 ming. Go'shtlarimiz aralashga 120 ming. Ha, aralashib 120 ming so'm. 120 ming. Ha, bunisi nima boshqacha turibdi? Xas kattaroq variant ekanda bunda. Bunisi boshqacharoq. Boshqacha. Hech ko'rmagan ekanman bunaqasini. O. O'lni shu kallani mahsulotlaridan ekanda, ha? Kallani, ha. Bismillah. Boshqacha turibdi o'zi, ko'rinishi ham boshqacha azizlar. Alhamdulillah. Zo'r. Mazasiga gap yo'q. Rahmat aka. Nechida boshlanadi aka bu? Biz soat 4da chiqamiz. 4dan soat 10 gacha. Ha, 10 gacha bo'ladi. Har kuni dam olish kunisiz. Dam olish kunisiz. Qo'qonga mehmon bo'lib kelganlar bemalol kelaverasizlar. Charxiyning ko'prigi erta bilan soat 5 dan boshlanar ekan. Mana ko'rib guvoh bo'lib turibmiz. Go'shtlarda mana qo'ydi tuyoqlari, har xil mahsulotlar bor. Bu boshqacha bo'ladi-da. Aka charchamang, Alloh kuch-quvvat bersin. Bu joyda har xil shirinliklar, malina, qaymoq, issiq nonlar, xullas nonushta uchun kerakli hamma yo'q bor. Holvaqandlar, haqiqiy Qo'qonda holvaqandi mashhur. Juda ko'p joyda eshitganman. O'sha Abduvohidjonniki. Abduvohidjonniki. Haqiqiy Qo'qon ham. Kilosi necha pul? Mana bu pakovkasi konteynerda. 35 shu pachetkasi yarim kiloga yaqin narsa. Ha, zo'r. 35. Tarkibida yong'oq, pista, sariyog', bravo sariyog', alako shuna narsalar. ochib ko'rsatsam bo'ladi? Ha, ochib yeb ham ko'ravering. Ya, ko'rsatsam. Mana buni pistalik. Ha, u pistaniki. Qo'y, operator yaqinroq ko'rsating. Mana buni pistalik boshqacha bir chiroyli bo'ladi. Ko'rsalar mana shu ham. Ajoyib, ha? Tvoroglar mana. Tvoroglar. Anjir murabbolar. Bu sumalaymi? Sumali. Gap yo'q aka. Sumaliga o'sha Qo'qonda eng zo'ri. O'zi rangi aytib turibdi o'zi. Boshqacha bir mazasi. Nech pul ekan sumalaydi bu? 15 ming. 15 ming so'm. Ha bu qaymoqlarchi 1 litrli? Qaymoqlarimiz 60 mingdan litri. Mana kichkina idishlarimiz 10 mingdan. Shunaqa. Ketaveradi. Gap yo'q aka, charchamang. Alloh kuch-quvvat bersin. Sog' bo'ling. Baytda asosan fishka taom, no'xat sho'rak, shu no'xat sho'rva. Xullas odam juda ham ko'p kelgan. Mana bu tomonni ko'rsating. Bolalargacha. Mana.
Ko'p ming desalar bo'ladi. Qo'sham, bu ham ko'sa. Katta yesiz bor. Deydi-da. Katta yegani bor, olib ketgani idishlar bor narasi. Bu joy juda ham qadimiy joy ekan. Mana tapchanlardi, mana qaranglar. Tapchanlar ham o'sha oldingi qadimiy holatga o'xshagan holat. Odamlar erta bilanda turib, zaftira qilib, hojdodalar masjiddan chiqib, shu yerda choy ichib, kalla go'shtlardan, no'xat cho'raklardan yeb, keyin ishlariga ketishaverar ekan. Mana ichkarini ham hozir bitta ko'rsatib qo'yaman. Atmosfera xullas retroga ozgina qaytamiz. Holat juda ham boshqacha. Bu mis samovarlar boshqacha bo'ladi. Choyi. Hormon aka, charchamayapsizmi? Necha yildan shu yerda ishlaysiz aka? 17-20 yil bo'ldi aka. 20 yil. Ya bu shu joyda ishlaysiz shuni. O'zi bu Charxiy ko'prigi ga qancha bo'ldi o'zi barpo bo'lganiga? Eski joy-a bu juda ham. Tarixiyroq joy-a. Bizda ham mesela Marg'ilonda ham O'ram somori bor. Xuddi shunga o'xshagan joy ekanda. Xullas mana o'sha chaynaklar ham o'sha retro o'sha oldingi naqalarni beradi. Joy juda ham boshqacha atmosfera. Tapchanlarni qo'yib qo'yilgan, erta bilan kelib, zaftira qilib, o'zi erta bilangisi o'zing uchun, obedtegisi do'sting uchun, keyin yana bir narsalar xuddi shuni singari. Ha, kechqurun dushmaningga. Ha, akamiz topdi. Xullas, joylar zo'r. Qo'qon kesalaring, Charxiy ko'prigiga tushib, shu yerda nonushtani qilib, keyin boshqa ishga ketsalang bo'laveradi. Tashqarini ham yana bitta ko'rsataman, odam juda ham ko'p. Ha, bu joyda kaboblar ham bor. Har xil. Assalomu alaykum aka, charchamasdan. Olyapsizmi? Qiyma kabob, mol burda. Ha, bu qo'y go'shti. Narxlar qanaqa ekan? Aka, qiyma kabobimiz 15 ming so'm. Aha. Mol burdamiz 23 ming, qo'y burdamiz 28 ming. Mol go'shti o'rtasidagi dumbami u? Gap yo'q aka, charchamang. Mana akamiz ham tingan yo'q. Tillarni qaranglar. Haqiqiy kallagin, shu narsalarni o'ylayman, haqiqiy kallagin, tuyoq, kimnidir qo'li lat yegan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, haqiqiy paylarni joyiga kelgizadigan narsalar shularda o'ylayman. Yana kommentariyada yozib ketinglar. Nimalarga davoligini, shu mana kalla go'shtlar, tuyoqlar, paylar. Mana narsalar rasa o'sha tuyoqni sho'rvasi chiqib qatigan narsalarda shular. Mana hasib. Akamiz no'xachur bilinman 4-jomikin tugatib yubordilar uni. Shu yerda guvoh bo'lib turibmiz. No'xat sho'rvadan tatib ko'raylik, nima deysizlar? Assalomu alaykum, hormanglar. Ha, bizga ikkita kasada tayyorlab beringlar, chiroyli qilib. Akam nima solib bering? Ozgina postirma, ozgina go'sht solsangiz, mana ashashi bo'laveradi. Bo'laveradi. Go'shtni ham solaymi? Ashi ham bo'ladi. Ha, bo'laveradi. Aralashtiraverasiz-ku uni, aka. Endi bu no'xatlarni yegandan keyin, bu sho'rvalarni ichgandan keyin odam kun davomida tetik yuradi-da.
qo'shib yuborgan. Gap yo'q, gap yo'q. Ajoyib bo'ldi. Gap yo'q. Sho'rvasi boshqacha ekan. Ozgina tatib ko'rdim, ammo bilaman, ash qitiqlab olib ketyapti bu shaqqa qarab. Yengil salom. Qani, no'xat sho'rvadan bir tatib ko'ramiz. Bismillah. Mazasi shunaqa ham boshqachaki, sal sho'roqqa o'xshaydi, lekin shunaqa yoqyapti og'izga. Po'stirmalari ham shuna erib ketyapti. No'xat ham juda yumshoq pishgan. Maqtamayman, bilasizlar, har doim borini gapiraman, lekin chotki. Bu go'shtlardan ham tatib ko'rsak, bismillah. Gap yo'q. Mazasi boshqacha. Qo'qonga shu Charxi ko'prigiga kelib shunaqa erta bilan nonushta qilganlar, laykni bosib ketinglar. Qo'qonliklar poddeshkada bo'lamiz. Bu joyda mana shu bolalar uxlab yotish kerak, o'zi tirikchilikda mana harakat qilyapti. Mana bobosiga nonni olib chiqib berdi, bobosi mana nonni sotyapti. Xullas, Qo'qonda hayot qizigan. Erta bilan tong saharda soat 5 ta boshlab Charxiyning ko'prigiga kelsangiz, shu yerda hamma go'sht deysizmi, issiq non deysizmi, hamma yo'q bor. Videomiz agar sizlar uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa, laykni bosinglar, kommentariyda yozinglar. Jana negativ yozib yorsalar-chi, xafa bo'lib qo'yaman, o'tib ketadi. Ichdan keyin u mayli, agar ayb ish qilayotgan bo'lsa yoki qaysidir joyimiz noto'g'ri ketayotgan bo'lsa, sizlardan o'rganamiz. Sizlardan o'rganganimizni yana xalqqa havola qilamiz. Sizlarda agar shunday qadimiy lokatsiyalar yoki boshqa joylar bo'lsa, yozib ketinglar. Xuddi o'sha joyda ham obzorni qilib beramiz. Musofirda yurganlarda xuddi kelib o'zini vataniga qisqagina qaytgandek qilib syomka qilishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Like, podpiskani ayamanglar.